Issiqxonalar mamlakatni sifatli qishloq xo'jaligi mahsulotlari bilan ta'minlash, ish o'rinlarini yaratish va eksportni rivojlantirishda muhim rol o'ynaydi. Biroq yaxshi maqsadlar bilan boshlangan ulkan amallarning bugun bo'y ko'rsatish o'rnida og'riqli muammolar girdobida qolayotgani g'oyat achinarli. Bugun gektar yer maydonlarini egallab yotib, faqat temir asosi bilangina qolib, bankrot bo'lgan va bankrotlik yoqasida qarovsiz qolayotgan issiqxonalarni ko'rib achinasiz. Bu soha уже tanazzulga uchrab bo'lganda issiqxona sohasi. Nima sababdan shunday deyapsiz? Hamma narsa, masalan, bitta misol qilib oladigan bo'lsak, mana Turkmandan biz shuncha mahsulotni yetishtiramiz. Endi yilida bir marta faqat mart oyida yoki fevral oyida narxlar ko'tariladi. Shu davrga kelib uni olib kiryaptilar. Turkmandan pomidor olib kiryaptilar. Noqonuniy olib kiryaptilarmi, qonuniymi? Sizningcha? Endi bunisini to'g'risi yolg'on ma'lumot bermaylik. Bu haqda mana to'liq uni ma'lumotim yo'q. Endi baribir har bir biznesda raqobati bo'ladi. Raqobatchini ko'ra olmasligi mumkin. Ular bilan raqobat. Lekin qonunga kirgan taqdirda ham lekin kasal pomidorlar kiryapti. Kasal pomidor kirayotganini izohlab isbotlab bera olasizlar. Biz raqobat qila olmaymiz ular bilan birinchidan. Bizani energetika masalasi bo'yicha ular bilan raqobat qila olmaymiz. Energetika juda arzon. Bizani energetikamiz o'zlaringiz xabarlaringiz bor, bizani energetika qanaqa ahvolda bugungi kunda kelib yetishtirayotgan mahsulotimizni bironta xaridor so'ramayapti, sotib olmayapti. Buning asosiy sabablari Turkmaniston, Xitoy, Erondan kirib o'tirgan import pomidorlardir. Hozirgi kunda kelib O'zbekiston bo'yicha shuncha issiqxonalar barpo etildi, lekin hammasi bankrotlik yoqasida turibdi. Agarda bunga hozir yechim topilmasa, bu tizimni rivojlantirmasak, kelasi yildan minglab qishloq ayollarining ish o'rinlari yo'qoladi. Tadbirkorlar xorijdan kirib kelayotgan import mahsulotlarini bojxona nazoratidan qat'iy tekshiruvlardan o'tkazish, fitosanitariya tekshiruvini tashkil qilish, bozorlarda sotilayotgan import mahsulotlarga nisbatan kuchli nazorat o'rnatilishi zarurligini ta'kidlashmoqda. Juda ko'p issiqxona egalari to'planishgan, biz ularning tashvishlarini, muammolarini eshitdik. Bu borada o'zingiz ham fikringizni aytib bersangiz. Mamlakatimizda 6,5 ming gektarga yaqin issiqxona bo'lsa, shundan bugungi kunda 4,5 ming gektarga yaqin issiqxona ishlayapti xolos. Juda katta miqdorda issiqxonalarimiz hozirgi kunda abgor holatga kelib qolgan, ishlamayapti. 1000 gektar agar hozirgi kunda ishlamayotgan issiqxonalarda oladigan bo'lsak, 1200 ta, 10 ming, 12 mingta ishchi degani. Bular hozir ishsiz qolgan. Issiqxonalarimiz o'z kreditlarini, banklarda oldagi qarzlarni to'la olmaydigan darajaga kelib qoldi. Bu asosiy sabab bu albatta tan narxlarining oshishi. 2018-yillarda issiqxonalar qurilishi boshlangan bo'lsa, 2018-yildan hozirgi kunga kelib olingan kreditlarimiz valyutada bo'lganligi sababli 62% ga kreditlar oshgan. 2018-yilda 5 milliard so'm kredit olgan odam hozirgi kunda 8 milliard qarzi bor degani. Kurs farqi 62% ga chiqqan. Bu birinchi masala. Ikkinchi masala, olingan kreditlar Libor, ya'ni London birjasi stavkalari bo'yicha, o'zgaruvchan stavka bo'yicha olingan. Mana shu kreditlar Libor ham taxminan 3% gacha oshgan. Bu yana qo'shimcha yuk va qo'shimcha tadbirkorlarga xarajatga olib kelyapti. 2021-2022-yillarda butun dunyoda bo'lgan shu Covid karantin davrida ham mahsulotlarimizni sotishga qiynaldik. 23-yilga kelib biz o'sha butun issiqxonachilarni ko'mirga o'tkazish masalasi oldiga qo'yilganda, issiqxonachilarimiz uchun ham bu juda ham og'ir vaziyat bo'ldi. O'sha 2023-yil oktyabr oyigacha issiqxonachilarimiz gaz ola olgani yo'q. Oktabrdan biz borib murojaat qilganimizdan keyin hukumatli prezidentimiz bu bo'yicha masalalarni yechib, hammaga gaz berdi. Lekin mana shu muammolar to'planib hozirgi kunga kelib tan narxlarining oshib ketganligi, 2018-yilda elektr energiya 428 so'm bo'lgan bo'lsa, 1-aprelda 1000 so'm bo'ladi. Ya'ni bu 4 baravarga oshdi deydi. Gaz 2018-yilda 1000 so'mdan olingan bo'lsa,
1-apreldan bu 1800 so'mga chiqadi. Bu xarajatlar hammasi to'planib mahsulotimiz tan narxi juda ham yuqorilab ketdi. Endi yaqin qo'shnilarimiz Turkmaniston, Eron, Xitoy bunaqa xarajatlari kam bo'lganligi sababli arzon mahsulot chiqaryapti. Mahsulotlarning sifatliligi qay darajada? Sifatliligi darajasiga keladigan bo'lsak, shu yil 12-mart kuni Qishloq xo'jaligi vazirligida bo'lgan yig'ilishda Qishloq vazir o'rinbosari bir ishchi guruh tuzib, bu bo'yicha o'sha Toshkent viloyatida joylashgan Food City bozoriga ishchi guruh bilan bordik. Yig'ilish davomida respublika karantin xodimlari bugungi kungacha Turkmanistondan 1400 tonna pomidorga ruxsat berganligini hujjat bo'yicha ko'rsatgan bo'lsa, lekin na Erondan, na Xitoydan hech qanaqa pomidor import bo'lishiga ruxsat yo'qligini ta'kidlab o'tishdi. Lekin biz bozorga borib ko'rganimizda o'sha Xitoy mahsulotlari ko'plab sotilayotganini biz o'zimiz ham ko'rdik. Bu bo'yicha videolarimiz ham bor. Bu bo'yicha o'sha respublika karantin xodimlari, qishloq xo'jaligi vazirligi xodimlari bilan birgalikda bu narsani aniqladik. Mana Xitoy pomidori noqonuniy kirib kelyapti har kuni. Lekin hech kim bunga chora ko'rmaydi. Sotuvchilar bilan gaplashganimizda Eron mahsulotlarini ham kirib sotilayotganligini ta'kidlab o'tdi-da. Bugungi kunda boshxonalar tizimida juda ham mustahkam deyiladi, lekin sizningcha qayerdan kirib kelyapti? Endi bitta narsaga e'tibor qilaylik. Men fikrimni to'ldirib qo'yadigan bo'lsam, o'sha agar respublika karantini kirgan mahsulotni tekshirmagan bo'lsa, unga hech qanaqa hujjat bermagan bo'lsa, demak u laboratoriya analizlaridan o'tmagan. Ya'ni kirib kelgan mahsulot Xitoy bo'ladimi, Eron bo'ladimi, Turkmaniston bo'ladimi, laboratoriyada o'tmagan bo'lsa, u mahsulotning sifatiga hech qanday javob bera olmaymiz. Uning ichida qanday kasalliklar bor, uning ichida qanday zararli narsalar bor, hech narsani bilmaymiz. Chunki u laboratoriya analizlaridan o'tmagan. Endi qanday kirib kelyapti degan savolga to'g'risi birinchi o'rinda albatta bu masalan osmondan tushmaydi, bu shu chegaradan o'tadi, lekin qaysi yo'l bilan kirib kelayotgani bo'yicha men bir narsa deya olmayman. Buni alohida bir ishchi guruh bo'lib o'rganib chiqqanda yaxshi bo'lardi. Chunki balki endi qanchalik to'g'ri, qanchalik noto'g'ri, balki qaysi mahsulotlarni aralashtirib keladi. Chunki oziq-ovqat mahsulotlari chegaradan kelayotganda rentgendan o'tadi. Lekin bozorga kirgandan keyin, ochilgandan keyin u yana qanaqadir tekshiruvlardan o'tadigan bo'lishi kerak va har bitta bozorda o'zini o'sha karantin xodimlari, sanitariya xodimlari bor. Ularga borganimizda aynan o'sha Xitoy mahsulotda, Xitoydan kelgan yoki Turkmanistondan kelgan pomidorlarni o'sha bizga hozirgi kunda butun dunyoda zarar keltirayotgan TOPRF deydi, ya'ni jigarrang uchmayish kasalligi deydi. Ana shu kasalliklar borligini tashqi ko'rinishidan ko'rdik-da. Demak, inson salomatligi ham juda ziyoni bor. Albatta, uni qanaqa ichida nima borligini bilmaganimizdan keyin inson salomatligiga qanchalik zarar borligini ham bilmaymiz. Chunki hech qanaqa analizlarda, hech qanaqa laboratoriyadan o'tmagan. Biz raqobatdan qo'rqmaymiz. Biz bilan teng sharoitlarda raqobat bo'lsa, biz raqobat qilishga tayyormiz. Lekin bitta narsani qo'shimcha qilib aytib o'tishimiz kerak. Bilasizlar, pomidor bu birinchi darajalik ehtiyoj mahsulotlar hisoblanmaydi. Biz ham tayyormiz xalq uchun arzon qilib berishga. Agar hozirgi biz yuqorida sanab o'tilgan xarajatlarimiz yengilroq bo'lganda, biz ham arzon qilib sotishga 2000 so'm, 200 so'mdan sotishga ham tayyormiz. Lekin xarajatlarimiz buni shu narsani taqozo qilyapti. Shu masalada ham ozgina yordam berishni iltimos qilgan bo'lardi. 22-yilda blackout bo'ldi. Blackout bo'lgan davomida 3 kun respublika bo'yicha elektr energiya bo'lmadi. Biz yo'qotishlarimizni hech kim qoplab bergani yo'q. Bizi masalan qanday bir sug'urta tizimi yo'q. Banklarda masalan olingan kreditlarga nisbatan hech qanaqa bir force majeure holati yoki yengillik ko'rsatish degan narsa bo'lgani yo'q. O'sha yo'qotgan narsalarni hammasini qaytadan to'lashimizga to'g'ri keldi. Mana shu narsalar hammasi to'planib biz hozir boshqa mamlakatlar bilan raqobatlashishga juda ham bir nozik holatga keltirib qo'ydi. Shuning uchun iltimos qilayotgan narsamiz shu import bo'layotgan mahsulotlar birinchi o'rinda nazoratini kuchaytirib beringlar. Xalqimizga qanaqa mahsulot kiryapti. Ikkinchi o'rinda kirayotgan mahsulotlar kasallik bilan kiradigan bo'lsa, ertaga u kasalliklar bizga ham paydo bo'ladi va bugungi kunda buni belgilari ham bor. Kasallanganmi? Bundan o'zi bunaqa bakteriya oldinlarga yo'qdi bizga. Bizda oldin bo'lardi, 2-3 yil oldin TOPRF bo'lardi. Buni ahvoli bakteriya bu virusdan, TOPRF virusdan ham bu yomonroq ekan. Kuchliroq ekan. Bu qayerdan kirgan? Buni kirishi asosiy sabablari bizdan boshqa davlatdan import bo'layotgan pomidorlarni karantin nazoratsiz o'tkazayotgan
asosiy sabab mana shu. Tadbirkorlar issiqxonachilik sohasida yuzaga kelayotgan muammolar bilan bir qatorda issiqxonalar kadastri hujjatlarida ham muammolar mavjudligini bildirishdi. Ayniqsa Uzcard tizimida respublika bo'ylab issiqxonalar yer maydonlari qishloq xo'jaligi kategoriyasiga emas, sanoat yerlari kategoriyasiga o'tkazilgani ham bir qator muammolarga sabab bo'lmoqda. Hammamiz bilamizki, o'sha karantin tartib tamoyillari bo'yicha tamoyildan kirgan mahsulot o'sha davlat karantin nazorati inspeksiya xodimlari bilan birgalikda namuna olib, keyin o'sha laboratoriya ishlarni amalga oshirishlari kerak. Lekin bu hozir Turkmanistondan kelayotgan pomidorlar bir kunga ham qolmasdan shu tamoyildan hech qanaqa to'xtovsiz, masalan, laboratoriya tekshiruvlarini o'tmasdan o'tyapti-da, bozorlarga o'zi tarqalyapti. Bu yerda hozir inson salomatligiga o'sha qanaqadir zararli bo'lgan kasalliklar ham birgalikda o'sha mahsulotlar bilan birga kelyapti. Xuddi shunday, buni natijasi sifatida bir necha yillardan beri masalan o'sha pomidorlarda kuzatilayotgan har xil kasalliklar, bakteriologik va virusli kasalliklar ham o'zimizning hududlarda avj olyapti. Agar buni qanaqadir bir choralarni ko'rmasak agar, kelajakda bu issiqxonachilarni juda katta inqiroz yuzasiga olib kelishi mumkin. Issiqxonachilik sohasidagi yuzaga kelgan muammolar bilan bir qatorda issiqxonalarni kadastr hujjatlarida bo'lgan muammolar mavjud. Xususan Uzcard tizimidagi respublika issiqxonalari maydonlari qishloq xo'jaligi kategoriyasiga emas, sanoat yerlari kategoriyasiga o'tkazilgan. Natijada issiqxonalar uchun qishloq xo'jaligi yerlariga berilgan imtiyozlar o'rniga bir necha barobar yuqori soliq to'lovlari chiqyapti. Xususan 53 va 58 kodlardagi muammolar mavjud. Natijada imtiyoz qo'llanish o'rniga yuzlab million qo'shimcha soliq chiqyapti. Ekin yerini ishlatib, sanoat uchun mo'ljallangan yer soliqlarini to'lash mantiqiy noto'g'ri deb o'ylaymiz. Bu yana o'z o'rnida o'sha mahsulot tan narxini oshishiga ham sabab bo'lyapti. Necha joydan keltirib beraman virusli pomidorni? Virusli pomidor bor yo'q. To'g'ri bu. Sizni bizdan virus bor. To'g'ri. Bozorda haqiqatan bizning issiqxonamizda, o'zimiz Buxoro issiqxonamizda virus bor. 20% desam bu. Qayerdan keldi virus? Virus? Hammasi sizlarga yo'q. Sizlar kirgizgansizlar. U sizni bakteriyalarni o'z kirishiga birinchi sabab sizlar bo'lyapsizlar. Bizlar shuncha rasxod qilib o'tiribmiz, lekin bu hammasi nol bo'lyapti. Turkmanda o'sha energiya boshqasi arzonligi uchun pomidor arzon chiqadi. Lekin bozorda sizning pomidoringiz o'sha qilingan xarajatingiz bu aytgan narxlarga qo'yib qoplamaydi, to'g'rimi? Lekin tashkilotni aybash uchun asos kerak bu bir. Ikkinchidan karantin aybi deb asosiy gapiraman. Mana shu aytaman. Sizning maqsadingiz bozorda qimmat qilib pomidorni qimmatga sotish. Asosiy maqsad shu. Bu kishi aytibdilar, pomidor to'la virus. Mana o'sha tushuntirdi. Kelgan mahsulot 100% nazoratda. Kelgan mahsulot laboratoriyadan kelib Toshkentdan keladi. Respublikadan. Даже viloyatlarga xabar berilmaydi. Importni laboratoriyaga o'tkazish uchun faqat markaziy zamonaviy o'rtoqlik bitta laboratoriya bor, faqat o'sha yerda bo'lsa. Bizga xabar qilinmagan laboratoriya, lekin mana xabar qiladi yo'q. Importga o'tkazilishi. Dastlabki tekshirib keladi javobi, keyin u narsa hali bozorga. Ma'lumki, Vazirlar Mahkamasining qarori bilan qo'shni davlatlardan pomidor mahsulotlarining kirib kelishi 2024-yildan boshlangan. Xorijiy davlatlardan import orqali kirib kelayotgan karantin ostidagi mahsulotlardan belgilangan tartibda namuna olinib, markaziy karantin laboratoriyasiga ekspertizadan o'tkazish uchun yuboriladi. Xuddi shu ekspertiza bayonnomasiga asosan boshqarma tomonidan mahsulot realizatsiyasiga ruxsat beriladi. Agarda zararlanadigan kelsa, eksportyor davlatga qaytarib yuborish yoki qaytarib yuborish imkoniyati bo'lmagan taqdirda uni yo'qib qo'ydirish, yo'q qilish yo'li bilan yo'q qilamiz. Eng so'nggi uskunalar turibdi u yerda hozir. Markaziy karantin laboratoriyasi. U yerda adashish bo'lishi mumkin emas. Buxoro viloyat bojxona boshqarmasida Turkmanistonning Farab chegara bojxona posti bilan chegaradosh olot postimiz mavjud va olot posti orqali faqatgina Turkmanistonda yetishtirilgan pomidorlar import va tranzit tartibida olib kelinadi.
Video murojaatda Xitoy pomidorlari haqida gap ketgan. Xitoy pomidorlari olot postidan kirib kelmaydi. Xitoydan keladigan skaroport tovarlari boshqa yo'nalish bo'yicha hududlardan kirib keladi. Bizaga faqat Turkmanistondan kirib keladigan pomidor mahsulotlarimiz bor. Misol uchun, tadbirkor olib keldi. Bizada bojxona ombori, bojxona rejimi mavjud. Aytaylik, hujjatlari tayyor emas, bo'lmasa 2 kun, 3 kun, 10 kungacha vaqt ketishi mumkin. Karantin ruxsatnomasini olgunga qadar ungacha bojxona ombori rejimiga rasmiylashtiriladi. U nima degani? Kirib kelgan har bitta tovar transport vositasi erkin muomalaga chiqarish bojxona rejimiga rasmiylashtirilgunga qadar 70, ya'ni vaqtincha saqlash yoki bo'lmasa bojxona ombori rejimiga rasmiylashtiriladi. Bilamiz, pomidor tovarlari skaroport tovar, ya'ni tez buziluvchi tovar va alohida sharoit talab qilinadigan tovar hisoblanadi. Bojxona kodeksining 193-moddasiga asosan alohida sharoit talab qilinadigan va tez buziluvchi tovarlar bojxona omborida saqlash imkoniyati bo'lmagan taqdirda o'zini omboriga tadbirkorning arizasi asosida unga ruxsat beriladi va arizasiga asosan bojxona organlari o'sha xatga ilova sifatida ta'minlov summasi, u pul orqali bo'lishi mumkin ta'minot, sug'urta va bank kafilligi asosida o'sha ta'minlov summasini ta'minlab berish kerak. Va ikkinchi asosiy sharti, tadbirkor toki uni erkin muomalaga chiqarilgunga qadar, ya'ni sertifikat olmasa, karantin ruxsatnomasi olmasa, erkin muomalaga chiqarmasa, import qilmasa, tadbirkor o'zini omboriga saqlab turishi kerak. Uni agarda ombordan olib kelsa, boshqa joyda ruxsatsiz ishlatsa, unga nisbatan bojxona qonun buzilish holati rasmiylashtiriladi. Bu yo'nalish bo'yicha qonun buzilish holatlari bo'lishi ehtimoli bor va kechagi o'sha suhbatdan keyin biza borib har bitta tashkilotni o'zini omborini tekshirdik. Bitta tashkilot, endi ommaga tashkilot nomini aytmaymiz. Tashkilot o'zida biza unga qonun doirasida bergan bojxona omboriga bergan yuklarimizni o'z boshimchalik bilan ombordan chiqarib ishlatayotganligi holati aniqlandi va unga bizani o'zimizni tezkor tuzilmalarimiz va bevosita xuddi shu ma'lumot tadbirkorlar tomonidan sizga taqdim etildi. Kecha gaplashib olgandan keyin, sizlar bilan gaplashgandan keyin biza joyda chiqib tekshirdik bu narsani. Haqiqatdan ham tadbirkor tomonidan o'sha pomidor ishlatayotganligi holati aniqlandi va unga nisbatan bojxona qonun buzilish holati rasmiylashtirib qo'ydik. Tadbirkor bergan manba yuzasidan bojxona xodimlari tomonidan o'rganilgan holatga ko'ra 2 yuk mashinasi 74 rejimiga olinib, bojxona qoidalarini buzgan holda bozorga karantin ruxsatisiz mahsulotlarni sotgani va sotayotgani aniqlangan. Bojxona omborlarida emas, o'z omborlariga berilgan tovarlarni inventarizatsiyadan o'tkazish tartibi mavjud. Tartib bo'yicha har oyda, har kvartalda biz tekshiramiz. Respublikaga kirib keladigan pomidorlar faqatgina olot bojxona postidan kirib kelmaydi. Misol uchun bizning boshqa qo'shni davlatlar bilan chegaradosh hududlarimiz ham mavjud. Qoraqalpog'iston Respublikasi, Toshkent viloyati, Andijon viloyati, Xorazm Turkmaniston bilan chegara va u yoqdan Surxondaryodan ham kirib keladigan yuklarimiz bor. Tahririyatga murojaat qilgan 80 nafardan ortiq tadbirkorlarni qiynab kelayotgan muammolar va ularning takliflari tegishli idora, tashkilotlar tomonidan o'rganilib, holatga qonuniy va huquqiy baho beriladi deb o'ylaymiz.